Assalomu alaykum hurmatli YouTube ahli. Mana bugun biogomislarimizni elab qoplarga joylash jarayonidan o'tkazamiz kliyentlarimizga. Shunda kliyentlarimiz chiqqan, shunga mana qoplarga joylab 30 kg qilib pakop holatiga keltirib qo'yamiz. Biogomisga Kaliforniya chuvalchangga qiziquvchi o'rtoqlar like tugmachalar bosib qo'yamiz, videolarimiz keng tarqalishi uchun. Mana videomiz keng tarqalsa, biogomislarimiz mana 100% tayyor bo'lgan chuvalchangdan o'tgan biogomislarimizni qiziquvchi o'rtoqlar yetib boradi. Inshaalloh hamyurtlar o'zi o'tgan yilga tayyorlagan go'nglarimizni to'liq 70 tonna yaqin biogomis sotib, mana oxirgisini klientimizga taklif beramiz. Mana inshaalloh kecha mana bu yerga yangi oziqalar olib keldik. Mana bulardan yangi oziqalar berish jarayonlarini o'tkazamiz. Inshaalloh biogomislarimiz qoplarga qoplab inshaalloh klientimizga yetkazib beramiz. Mana biogomislarimiz 100% tayyor bo'lgan, 100% chuvalchang pashta 1,5 yilga yaqin yegan. O'ta sifatli 100% granula holatda. Mana 30 kg, 31 kg yaqin joylab qo'yamiz. 30 kg hisobiga qursa 30 kg yaqin qoladi, 31 kg, 32 kg qilib joylatyapmiz mana. Inshaalloh mana bu yerga yangi oziqalar olib keldik. 70 tonna yaqin inshaalloh chuvalchanglar berish jarayonlarini o'tkazamiz. Qiziquvchilar Kaliforniya chuvalchang biogomis kerak degan o'rtoqlar bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Xohlagancha biogomis chuvalchang topib beramiz. Qanday ko'paytirish sirlarini faolni o'rgatamiz. Podpisasi bo'lganlar podpisasi tugmachasini bosib qo'yamiz. Inshaalloh videomiz keng tarqalsa, mana biogomis qidirib yurgan o'rtoqlar bo'lsa, qiziqayotgan o'rtoqlar, chuvalchang qiziqayotgan o'rtoqlar yetib boradi. E'tiborlar uchun rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.